Sochlari olib tashlangan Zilola. Azizlar, esingizda bo'lsa, biz bir necha kun avval Zilola ismli qizimizni videolarini qo'ygan edik. 2024-yil 23-dekabr kuni bosh o'simtasi bo'yicha murakkab amaliyot operatsiyani boshlardan o'tkazdilar. Va bir necha kun avval sizlarga video qo'ydik. Bugungi kunda 5 kundan beri Zilola qizimiz nur terapiyasini olmoqdalar. Va bu amaliyot 30 kun davomida olib boriladi. Bugun har birimizni Zilolaga yordamimiz kerak. Va sizlarga har hafta hisobot qo'yib borishimiz haqida aytgan edik. Biz Zilola bilan birinchi bo'lib ko'chaga chiqqanimizda kiyingani bordik. Bu yoqda Zilolani o'ziga yoqqan, yaxshi ko'rgan 2-3 xil kiyim oldim. Ko'ynish, shim, shunga o'xshash har xil. Keyin esa Zilolani o'zim yaxshi ko'rgan joyga shirli yegani urkmak bo'lgan olib bordim. Yoqdi, pankesi sal shirin ekan dedi. Har xil ichimliklar ichgani bubble tea'ga bordik. Bu yoqda o'lasam ko'proq klubnikaligi Zilola qizimizga yoqdi. Bugungi kunda esa Zilola qizimiz nur terapiyasini olmoqda. Bu amaliyot 1,5 oy davomida davom etadi. Bilasizlar, bu narsa arzon turmaydi. Va qo'lingizdan kelsa bir dona like bosib qo'ying. Shu videoni istoriya qo'yib qo'ying. Zilola uchun duo qilib qo'ying. Roza tutingiz, rozalaringizni eslab qo'ying. Etish og'ir so'z. O'lim bilan kurashib kelayotgan qizga sizni bizni yordamimiz. Shunchaki befarq bo'lmang. Hali bu qizimiz sog'ayib ketadi. Bugungi kunda ahvollari yaxshi bo'lishini boshlaydi. Va biz oxirigacha kurashamiz. Har birimiz befarq bo'lmasak, har birimiz o'z farzandimizni yaxshi ko'rganimizchalik, muhabbat qo'yganimizchalik shu qizga yordam bersak, qo'l uzatsak, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Sizlarni ham oilamiz safida Abdulboriy Umarov oilasida kutib qolaman. Birgalikda juda ham ko'plab yaxshi ishlarni qilamiz. Obuna bo'lishni unutmang va videoni yaqin do'stingizga yuboring.